Heaven's Garden kurortli mehmonxonasida oilaviy bir kun dam olish necha tushadi? Qani ketdik. Birinchi o'rinda oldinroq qo'ng'iroq qilib, o'zingizga joy band qilib qo'ying. Biz ham bir hafta oldin qo'ng'iroq qilib, Power Lux xonasidan 2 kishilik joy band qildik. Bu bizga 1,5 million so'mga tushdi. Er-xotin ikkita bolamiz bilan yo'lga chiqdik. Mashinamiz elektromobil bo'lganligi sababli 20 ming so'mlik tok edi. Agar benzinda yuradigan mashina bo'lganda kamida 100 ming so'mlik benzinimiz ketardi. Xonamiz 2 kishilik bo'lganligi sababli o'zimizga qo'shimcha matras oldik va shu ayvonda maza qilib uxladik. Bitta matrasni kuniga 150 ming so'mga berishar ekan. Aytgancha 1,5 million so'm ichiga basseynda maza qilib kunim bilan cho'milish, tuzli g'orda maza qilib nafas olish, bepul zavtrak kiradi. Mana shu kachiradan tashqari hamma o'ynaydigan joylar pulli. O'yinlarning o'rtacha narxi 20 ming so'm. Obedda va ujinda toza havoda mazza qilib o'zingizni cho'ntagingizdan ovqatlanasiz. Ikkalasiga o'rtacha 500 ming so'm sarfladik. Soat 8:00 da jonli ijrodagi konsertni tomosha qilishingiz va diskotekada mazza qilib o'ynashingiz mumkin. Bits-bitslar soat 11 da tugaydi va siz mazza qilib uxlashingiz mumkin. Va Oqtoshga borishimizning eng katta sababi bu qizimni allergiyadan qutulish uchun toza havoda nafas oldirib kelish bo'lgandi. Hammamiz oilaviy tongni qarshi oldik. Zavtrak soat 8:00 dan 11:00 gacha ekan. Soat 12:00 da mehmonxonani bo'shatib qo'yishingiz shart. Qizlar, to'g'risini aytsam, dachalarga borib, kunni bilan oshxonada ovqat qilgandan ko'ra, Heaven's Gardenga borib, mazza qilib dam olganingiz yaxshi. Shu pul evaziga oshxonada o'ralashmasdan bir kun mazza qilib dam olgan bo'larmidi qizlar. Javobinglarni kommentariyaga обязательно yozib qoldiringlar va bu videoni kimga jo'natishni o'zinglar